Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Kattaqo'rg'on filiali boshqaruvchisi Botir Dadaxonman. Bugun shu filialimizda navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz. Bundan shu asosiy maqsadimiz tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish uchun, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish orqali tumanimizdagi ishsiz aholini bandligini ta'minlashni o'zimizga asosiy maqsad qilib olganmiz. Buning uchun hozir bizni bankimizda shu har xil turdagi kreditlarimiz mavjud. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bor. Ya'ni summasi 5 milliondan 12 milliongacha. Tadbirkorlik faoliyatini yanada kengaytirish uchun mahalla loyihasi doirasida 50 million so'mgacha kreditlar ajratilyapti. Tadbirkorlik faoliyatini bo'yicha yana bitta 312-qaror bo'yicha kreditimiz bor. 300 million so'mgacha ajratiladi. 100 million so'mgacha garovsiz, ya'ni sug'urta polisi orqali ajratiladi. Marhamat, kimda savol va takliflar bo'ladigan bo'lsa, berishlaringiz mumkin.